Ne buldu ya? Zubayır nima açtı mı Xo'g'xona? Nereden buldun sizlar? Hammasi da'vatida do'yinglarda. Qandoqqa o'xshamdika? Mening g'oyigim yo'q. Ama siz biz bir kilayla sen tutib turamsa da. Mayli odasi, sizlar berib kelinglar odasi. Kiyimleri almashtirib buldun degine? Endi shu bog'im yo'q demdi. Hammasi turamsizmi? To'timiz berib kelaylik. Mayli, mening bog'im yo'qdi. Endi qayerdiki? Aa, udildiki maliyli degan shu amana. Men yarasidan tushmazay. Buyerdan. Şöyle hiç turamsız verirler. He. Tamam shunda bizga apa onun ustiga mushu fikr bersan qara. E'tibor beribki, elib fikr berjumi? Mening g'oyigim yo'qdi. Ularning tomoqlarini turli qimmatmikan desam, yana arzon keljumu. Rost degandek bag'alari muvofiq keljumu. Bu narsalarni haqsiz yemdiki? Ayaqsiz apa ali, qo'rqmay ali. Qasam bo'laveramda? Uchtun sevadinglarmi? Ha. Ayatda haqsiz so'lari, haqsiz bingolari bor dexe. Bingiz baba? Ben bingini pek yaxshi ko'raman. Manda haqsiz bingurlarim bor keljumu. Ma go'shtlarning birisining 18 kun 8 mingga asib ulanmoq esitibdi. Yana mundaq zurib to'xu go'shim bor keljumu. Ma malaninki olaydi maslatga. Aslik ulanırlar evlala. Zubayir ko'rmaydi qo'y bolam. Qo'l ham kesaksiz yo'q-ku. Og'rib ketdim. Demon charchash. Charchash ig'ir kanda. Xuddi undan nalib keladi. Tamoqlarım chiqdi, endi yeyishni boshlamdik. Mayli. Bo'lka. Do'stlar tavsiya qilib qo'ysak bo'ldi ekan. Bir şey kesanlar bo'ldi ekan do'stlar. Ha, tamam, haqiqatan shunday yaxshi ekan, mundaq ekan. O'rni qayerda? Saypanglu bashang degan ekan. Saypanglu bashang degan ekan bu. Qasaq o'ris to'ydi. Atgancha yo'qmikan? Aytgancha yo'q kelmadi da. Xo'g'i bilan atgancha ishga nadi kuygan turibsan. U yo'qda atgancha. Atgancha bo'lsa tam ezamunda. Bu fikrlarim degine? Mening fikrim shu atgancha bo'lsa kerak emas Xo'g'ga. İçimlikler bilan a bingolar bekarlıqchimi? Yemsa? Yeymi? Do'stlar bir şey kelib yapaqsanglar bo'ldi ekan, haqiqatan ta'mlari pek fayz ekan, uniki ma bekarlik suvlari bor ekan, bingolari bor ekan. Qo'ndoqlari aytilgan, nima deymiz bor ekan? Men o kamatdi. Ha, men nipit bor ekan, nipit bilan tushga sog'lom bo'ldi ekan mana.